Maytda arashandumlarimizda sharoit yo'q deb, mana sharoit do'stlar, dushovoylari, kanalizatsiya, issiq suv, sovuq suv, gaz, suv, xullas nima desanglar hammasi bor. 0 probeyda yangi remontdan chiqqan zo'r kvartiramiz bugun sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, baringizlar omonsiz. Valsat KG kanalimizdan Gezakdagi Sonun kvartirani sotuvga chiqargani keldik. Biz hozir Qirg'iziston Qorasuv shahrimizda barimiz bilgandek legendarniy afsonaviy arashandomimizning 2-pod'ezi 3-etajdan 68 kvadratga 3 bo'lmali do'stlar, hamma sharoitlari bilan zo'r yangi remontdan chiqqan ushbu kvartirani sotuvga chiqardik. Girib turib, sol yoqqa bosganimizda ejalaringiz qiziqa turgan kuxniyaga ko'z tushadi. Yangi kuxniya mebelni naborlarini qo'yib qo'ygan, hammasi shu yerda qoladi. Bu yerda ariston, parison, issiq suv, sovuq suv plus kanalizatsiya hamma yo'q bor. Bu yerda ham ko'proq halodenniy, paladenniy kirmochlarni olib chiqib ketadi. Men aniq bilganim mana bu paloslari shu yerda qoladi. Do'stlar, kelib xudo xolisa yashaverasizlar. Kelib turiblar, chap tomonga bosganimizda hojatxonasi отдельный va yuvinishxonasi отдельный joylashgan. Mana bu dushovoyga men maza qildim. Mana arashandomlarimizda ko'pchilik misol sharoiti yo'q deb o'ylayotgan. Yo'q, do'stlar, qilganlar qilib, xudo xolisa zo'r sharoitli shunaqa kvartiralar bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz. Qiziqqanlarga mana telefon nomerlarini aytamiz, bemalol kelib gaplashib olsanglar bo'ladi. Koridordan endi o'ng qo'lga bosganimizda bir shinamgina spalni xonamizga ko'zimiz tushadi. Bu xonamiz o'zini заводской, garderobniy shkafchalari ham bor ekan. Bu komatamizga ham mana bir xilda chiroyli aboylarni yopishtirib qo'ygan. Maqa keling. Arashandomimizda 4 ta blok joylashgan bo'lsa, bu aynan sizlar yaxshi ko'rgan ko'chaga, ya'ni Gosregistr Lomonosov maktabi tomoniga qaragan jag'idan bo'ladi do'stlar. Kirganimizda 2-pod'ezimizni 3-etajdan 68 kvadratga mana 3 bo'lmali kvartiramizni kirib turib to'g'riga bosganimizda razmerlari katta bo'lgan. Yana bir xonamiz bor ekan. Akfa terazalari solingan, pardalari, gilomlari shu yerda qoladi. Kelib xudo xolisa maza qilib yashayverasizlar. Xo'p, qiziqqanlarga kvartirani bahosi $52,000 aytilish bahosi. $52,000 buyursa dag'i kami bor do'stlar, kami bor. Telefon nomerlarini aytamiz. Bu razmerlari genang bo'lgan bu ikkita komatamiz qancha 4,5 ga 3,5 dedim, shunaqa razmerlar katta bo'lgan mehmonxonalarimiz va bu yerda Arashanda detskiy plashati tomoniga qaragan, ya'ni katta balkonimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda detskiy plashatlari mana bola chaqalari bilan tinch holatda. Bu arashandomimizdan bilasiz, 4 ta blogi bir-biriga qarab joylashgan va o'rtasida umuman oshla diviziyani yo'q. Asfalt yo'ldan tashqari, xullas bola chaqa uchun bezopasniy holatda yaxshi domlar mana etaj ham hadovoyga 3-etajdan do'stlar $52,000 ga shunday g'ana Sonun kvartirani sotuvga chiqardik. Hamma yerda ko'rsatdik. Telefon nomerlarini aytamiz. Dag'i bir ma'lumotlarni so'rab olsanglar bo'ladi. 0221 21 17 21 0221 21 17 21 do'stlar, shu nomerlarga kengra qayrilib, bu domimiz asosiysi dokumentlari o'taylar taqobolda olsangizlar sirazi atqanlar o'tkirib beradigan tayyorbalda plus bilasizlar. Biz Valsat KG kanali shu uyning egalari bilan sizlarning o'rtasidagi to'lqa vositachimiz, shu aytgan bahosini bo'lishuncha nima qilib sizlarga yetkazib beruvchi odam. $52,000 qiziqqanlari kamini so'rab olsanglar bo'ladi. Pastga tushib bir qator adreslarni, orientirlar bilan so'zni ulantamiz. Qani do'stlarim, men aytmoqchi bo'lganim, bu aynan sizlar yaxshi ko'rgan bu ko'cha tomonga qaragan blogdan bo'lyapti. 2-pod'ezimizni aynan 3-etajdan do'stlar. Endi adreslarimizga hammaga ayon bo'ldi, lekin u yoqdan bu yoqdan qo'noq bo'lib kelgan do'stlarimizga biz hozir Qorasuv shahrimizda O'shaqdan Glavniy trassadan Cho'ng politsiyadan o'tamiz. Kirib kelganimizda Qorasuv Gosregistrda tushundan kirib kelganimizda bu Arashandomi. Bu joqdan dag'i ildiy bosib kelganimizda rahmatli Qorasuvdagi Olomdomlamizni meshitiga jetbaylar sol joqda Arashandomini mana kirganingizda, ya'ni 3-etajdan ushbu domimizga hammalar chaqirib qolamiz. Aytilgan nomerlarga звонок qilib $52,000 dan dag'i kishini kamini so'rab olsanglar bo'ladi. Hammamizga ham nasib qilsin. Valsat KG kanalimizdan yana sizning xizmatingizda.